Bugun 64 yoshli buvijonimizdan xonadonlardamiz. Hozirgi paytda ular avara ko'rishlari kerak edi, lekin tabriklaydi, navarali bo'libdilar. Zabir va jamoasi bu fayzli xonadonning quvonchli kunlarida sherik bo'layotganimizdan xursandmiz. Bizga ham nasib qilsin deb niyat qilgan holda ishlarimizni boshladik. Bugun ushbu xonadonda beshik to'y marosimi, bizning erkatoygina qudalarimiz tashrif buyurishadi va ushbu kunda mehmonlarni kutib olish uchun stol bezatdik. 4-bor ota-ona bo'lgan mijozlarimizni chin dildan tabriklab qolamiz. Stolimizga kelsak, aynan qudalar bob bo'ldi. Yeguliklardan tortib mevalarni ham eng saralarini tayyorlab qo'ydik. Zabirovaning jamoasi mehr bilan xizmat ko'rsatgani yaqqol ko'rinib turibdi. 45 kishilik joyimizda qudalarimiz maza qilib mehmon bo'lishdi. Albatta beshik to'yi qovurdoqsiz bo'lmaydi. Issiqqina qovurdoqlarini suzib taqdim etdik. Ushbu xizmatimiz mijozlarimizga nech pulga tushganini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyalarda beshik to'y so'zini yozib yuboring. Biz sizga price tashab beramiz. Bugun 64 yoshli buvijonimizdan xonadonlardamiz. Hozirgi paytda ular avara ko'rishlari kerak edi, lekin tabriklaydi, navarali bo'libdilar. Zabir va jamoasi bu fayzli xonadonning quvonchli kunlarida sherik bo'layotganimizdan xursandmiz. Bizga ham nasib qilsin deb niyat qilgan holda ishlarimizni boshladik. Bugun ushbu xonadonda beshik to'y marosimi, bizning erkatoygina qudalarimiz tashrif buyurishadi va ushbu kunda mehmonlarni kutib olish uchun stol bezatdik. 4-bor ota-ona bo'lgan mijozlarimizni chin dildan tabriklab qolamiz. Stolimizga kelsak, aynan qudalar bob bo'ldi. Yeguliklardan tortib mevalarni ham eng saralarini tayyorlab qo'ydik. Zabirovaning jamoasi mehr bilan xizmat ko'rsatgani yaqqol ko'rinib turibdi. 45 kishilik joyimizda qudalarimiz maza qilib mehmon bo'lishdi. Albatta beshik to'yi qovurdoqsiz bo'lmaydi. Issiqqina qovurdoqlarini suzib taqdim etdik. Ushbu xizmatimiz mijozlarimizga nech pulga tushganini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyalarda beshik to'y so'zini yozib yuboring. Biz sizga price tashab beramiz.